Hayotimda men o'qigan eng go'zal satrlar. Usoma Muslimning Binafsha shu'lasi kitobidan. Hayo sandiqchani o'zi bilan olib ketishga qaror qildi va tepaga ko'tarilishdan oldin Zinopoya tomon yurgan kuyi uni ochdi. Ochdi-yu joyida to'xtab qoldi. Shahlo ko'zlaridan yanoqlarigacha qalbini kuydiradigan qaynoq ko'z yoshlar to'kila boshladi. Hayo sandiqcha bo'sh emasligini, ichi Aminga jo'natgan maktublari bilan to'la ekanini ko'rdi. Hayo kiftini lablariga qo'yib, bir daqiqa mobaynida yig'lab turdi. Keyin sandiqchani bag'riga bosib, kuchini to'plab uydan chiqib ketish niyatida tepaga ko'tarildi. Lekin mehmonxonadagi divanda bir keksa ayol o'tirganini ko'rib to'xtadi. Ayol Amin termilib o'tirishni odat qilgan derazaga tikilib o'tirardi. Hayo ko'z yoshlarini artganicha keksa ayolning oldiga yaqinlashdi va piqillagan ovozda "Siz kimsiz?" deb so'radi. Keksa ayol jilmaygancha o'rnidan turdi. "Uzr, janob Aminning eshigini ochiqligini ko'rib, ichkariga kirgandim." "Bilaman, u vafot etdi. Men qarama-qarshi tarafdagi qasrda bo'lib o'tgan dafn marosimiga qatnashmoqchi bo'ldim, lekin soqchilar ichkariga kirgizishmadi." "Menga kimligingizni aytmadingiz?" Keksa ayol jilmayib javob qaytardi. "Ismim Fotima. Janob Aminning qo'shnisiman. Siz Hayo bo'lsangiz kerak-a?" "Shunday, qayerdan bildingiz?" "Janob Amin siz haqingizda doim gapirardi." Hayo yog'och sandiqchani quchoqlagancha o'tirdi. "Men haqimda gapirardi? Bu yerda oldin sizni hech ko'rmaganman." "To'g'ri aytasiz. Siz xorijga ketganingizdan bir necha oy o'tib, o'g'lim bilan janob Aminning yonidagi uyga ko'chib kelganmiz. Amin sizga ko'p narsa haqida gapirgan ko'rinadi." Fotima kuldi. "Unday deb o'ylamayman. Janob Amin kamgap edi. Lekin ikkovingiz men haqimda ko'p gaplashganga o'xshaysiz." "To'liq emas." Hayo ajablandi. "Tushunarsiz gapirdingiz." Fotima tabassum qildi. "Hozir tushuntiraman. Qulog'im sizda. Yakkayu yagona o'g'limning otasi, xo'jayinim vafot etganidan keyin hayotimning eng go'zal damlarini o'tkazgan uyimga sig'may qoldim. Yaqinlarim meni umr yo'ldoshim bilan bog'liq xotiralarim ichida qolishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Lekin bu qo'limdan kelmadi. Umr yo'ldoshim xotirasining alami menga og'ir keldi. Xonadonimning har burchagi, har ustuni go'yo meni uydan haydayotgandek edi. Shu sabab uyimizni sotib, mana shu mahalladan yangi uy oldik. O'g'lim erta tongda ishga ketadi. Men esa uyda yolg'iz qolaman. Shuning uchun mahalla ahli bilan tanishish istagi uyg'ondi. Buni janob Aminning uyidan boshladim." Ko'zlarida yosh tomayotgan Hayo kulib so'radi. "Sizni yaxshi kutib olgan bo'lsalar kerak." Fotima ham kulib javob qaytardi. "Nafaqat yaxshi kutib oldi, u meni mahallaning boshqa odamlari bilan tanishishdan behojat qiladigan darajada qarshi oldi." Hayo kulganicha ko'z yoshlarini artdi. "Bu men tanigan Amin." Fotima qahva solingan finjonga ko'z tashladi. Juda ham ajoyib, dil tortar inson edi. Lekin kunlarning birida nimadandir xafa bo'layotganini sezib qoldim. U buni yashirishga urinardi. Men undan bu xafalikning sababi haqida so'raganimda, avvaliga buni inkor qilishga harakat qildi. Lekin ichki sezgim bunday og'ir damlarda adashishi mumkin emasdi. Bu xafalikning sababini aniqlashim shart edi. "Aniqlay oldingizmi?" "Ha." "Nima ekan?" Fotima Hayoning qo'lidagi sandiqchaga qaradi. "Mana shu sandiqchaning ichidagi narsa sababli ekan." Hayo xo'rsindi. "Maktublarim uni xafa qilayotgan ekanmi?" "Tamoman aksi. O'zi aytganidek, aynan mana shu xatlar Aminni mahzunlikdan chiqarib, unga yangi hayot baxsh etgan." Hayo hayron bo'ldi. "Men chalkashyapmanmi yoki gapingizni tushunmayapmanmi?" "Nima demoqchi bo'lyapsiz?" "Maktublarimni o'qigan bo'lsa, nega mahzun bo'ladi?" "Men janob Amin bilan tanishganimda, u maktublarning birortasini ham o'qimagan edi. Xafaligining sababi ham aynan shu edi." "Nega o'qimagan edi? Men unga doimiy tarzda xat yozib turardim. Uning o'zi xatlarni o'qib, menga javob yozmasdi." Fotima taajjublandi.
Qanaqasiga o'qib javob qaytaradi? Janob Amin o'qish yozishni yaxshi bilmaydi-ku. Hayo karakter holda so'radi. Nima? Ha, u xatlaringizni olib, ularni o'qiy olmayotganidan xafa edi. Shundan keyin xatlarni unga o'qib beradigan bo'ldim. Karakter holatdan chiqishga ulgurmagan Hayo, siz boshqa odam haqida gapirayotganga o'xshaysiz. Janob Amin umrini kitob o'qish bilan o'tkazardi. Bunga uni ilk bor uchratganimdan beri guvoh bo'lganman. Fotima tabassum qildi. Men ham uni shunday qilayotganini ko'rib, undan buning sababi haqida so'raganman. U menga odamlar uni o'qishni bilmas ekan deb masxara qilmasligi uchun yoshligidan beri o'zini doim shunday tutishini aytgan. Ishonmayman. Yillar davomida uning yonida bo'lgansiz. Menga aytingchi, biror marta bo'lsa ham uni ovoz chiqarib nimadir o'qiganini yoki birorta harf yozganini ko'rganmisiz? Hayo ko'zida yosh bilan Fotimaga jim termilib qoldi. Chunki u haqiqatdan ham Aminni biror marta ham baland ovozda kitob o'qiganini ko'rmagandi. Amin doim boshqa olamga olib ketadigan kitoblardan tashqari kitobni varaqlaganida o'zini xuddi uni o'qigandek ko'rsatardi. Hayo shuningdek Aminning biror bir harf yoki matn yozganiga ham sira guvoh bo'lmagandi. Hayoni xavotir bilan kuzatib o'tirgan Fotima so'radi. Sizga nima bo'ldi? Gapimdan bezovta bo'ldingizmi? Hayo tabassum qilganicha ko'zidan yosh tomib, aslo xolajon. Fotima o'rnidan turdi-da, Hayoning oldiga kelib yoniga o'tirdi. Nega unda ko'zingizdan yosh oqyapti? Hayoning ko'z yoshi yig'iga aylandi. Uni sog'inyapman. Fotima tabassum bilan Hayoni quchoqladi. U ham sizni sog'inardi. Bir necha daqiqalik quchoqlashishdan keyin Fotima yana gap boshladi. Amin menga bir nima sovg'a qilgandi. Uni siz olganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Hayo ko'z yoshlarini artdi. Sovg'a? Ha, haliroq uni o'g'limdan berib yuboraman. Xolajon, u shu darajada og'irmi? Fotima kulib o'rnidan turdi va ketishga shaylandi. Qisman. Uni olib kelishga bir ikkita odam jo'natishim mumkinmi? Yo'q, qarshiligingiz bo'lmasa, o'g'lim eltib beradi. Mayli, bemalol xolajon, kutaman. Xo'p, qizim. Fotima ortidan eshikni yopdi. Uydan chiqib ketdi. Hayo darhol o'rnidan turib, yerto'laga tushdi. So'ngra kitoblar orasini titib, Bug'doy dalalari kitobini topdi va uni o'zi bilan olib oldi. Hayo uyiga qaytdi va soqchilarga birozdan keyin bir odam uni so'rab kelishini aytib, uni ichkariga kiritishini buyurdi. O'zi esa qo'lidagi narsalarni hovliga qo'yib, Aminning qabri tomon yurdi. So'ngra boyagi kitobini quchoqlagan holda qabr oldiga o'tirdi. Bilaman, o'sha olamda qamalib qolmaslik uchun bir kitobni 2 marta o'qishdan qaytargansiz. Lekin mening olamim sizsiz go'zal bo'lmay qoldi. Shuning uchun o'zimni ilk va so'nggi marta xotirjam his qilgan makonga qaytmoqchiman. Bug'doy dalalariga qaytib, yana bir bor arandas bilan umrguzaronlik qilishni istayman. Ortga qaytishni xohlamayman. Hayo kitobni muqovasini ushlab, uni endi ochmoqchi bo'lganida ortidan uni chaqirgan ovozni eshitdi. Hayo xonim. Hayo ovoz kelayotgan tomonga o'girilib qaraganida binafsha gulini ushlab turgan arandasni ko'rdi. Bu holatdan shokka tushganiga qaramay, Hayo o'rnidan turdi. Arandas, tush ko'ryapmanmi? Dedi. Yigit tabassum qilib binafshani Hayoga uzatdi. Onam sizga buni berib qo'yishimni tayinladilar. Hayo talmovsiradi. Onangiz? Ha, onam. Ismlari Fotima. Hayo gulni olib, indamasdan tabassum qilib hidladi. Shundan keyin yigit qo'lini silkitgancha ketishga shaylandi. Xayr, ko'rishguncha Hayo xonim, deb xayrlashdi-da, ortga burildi. To'xtang. Yigit to'xtab, Hayoga o'girilib qaradi. Eshitaman, Hayo xonim, mendan biror talabingiz bormi? Ha, sizga savolim bor edi. Marhamat, bemalol. Hayo tabassum qildi. Kitob o'qishni yoqtirasizmi? Birinchi kitob tugadi.